Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 12 oyning 9-kuni. Xo'sh xabarlar boshlanish oldida. Amerika prezidenti vazifaga o'ltirish komiteti Joe Bidenning prezident bo'lish qarorini o'tkazolmadi. Bu komitet aslida prezidentning vazifaga o'ltirish murosimiga mas'ul. Vazifaga o'ltirish murosimini o'tkazishdan burun oldi bilan bu komitet qarordan o'tkazishi kerak ekan. Amerika prezidentini qarordan o'tkazish bu komitet Joe Biden to'g'risida qaror qilish natijasida tasdiqdan o'tmagan. Amerika prezidentini qarordan o'tkazib vazifaga tayinlash komiteti 6 kishidan tarkib topgan bo'lib, bu 6 kishi Cumhuriyet Partiyasi va Demokratlar Partiyasining eng yuqori qatlam rahbarlaridan tarkib topgan bo'lib, birinchisi Avam palatasi Demokratlar Partiyasining boshlig'i Nancy Pelosi, Demokratlar Partiyasining Kengash palata a'zosi Amy Klobuchar, Demokratlar Partiyasining rahbari Steny Hoyer, Kengash palatasi Cumhuriyetçiler Partiyasining rahbari Mitch McConnell, Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Bilant, Avam palatasining Cumhuriyetçiler Partiyasining rahbari Kevin McCarthy, Demokratlar Partiyasining 3 oliy rahbari, Cumhuriyetçiler Partiyasining 3 oliy rahbari, jami 2 partiyaning 6 oliy rahbarining yig'in echish, qaror chiqarish orqali 3 ovoz qo'llash, 3 ovoz qarshi turishning natijasi bilan Joe Biden apandimning Amerika prezident bo'lish qarori tasdiqdan o'tmabdi. Demak, Joe Biden hozir texi Amerikaning prezidenti bo'lib saylanmadi degan qaror chiqibdi. Amerika Texas shtati saylamda xatolik ko'rildi degan 4 shtatning ustidan Amerika Qo'shma Shtatlar Oliy sud mahkamasiga arz sunibdi. Amerika Texas shtatining o'rni Amerikaning boshqa shtatlarga o'xshamaydigan alohida bir darajasi bo'lib, mustaqil bir davlat bilan barobar ekan. Texas shtati ayni vaqtida bir mustaqil davlat bo'lib, mustaqil bir davlat sifatida Amerika davlatiga qo'shilgan ekan. Amerikaning Texas shtati saylamda xatolik o'tkazgan Amerikaning 4 shtatini sudga berish bu harakatiga Amerikaning yana 10 shtati qo'llagan shaklda bu sapga qo'shilibdi. Bunda aytganda 4 shtatning ustidan 11 shtat arz sundi degan gap. 11 shtatning oliy sudga sungan arzi bo'lsa, 4 shtatda yuz bergan saylam aldamchilik jinoyatini qat'iy surishti qilib oydinlashtirish kerak degan talabni qo'yibdi. Amerika Oliy sud 11 shtatning arzini qabul qildi. Amerika Oliy sud mahkamasi endi qaror chiqarish bosqichiga keldi. Bu yilgi Amerika saylami endi qizib ketadigan bo'ldi. Saylamga tushgan Joe Biden apandim bu yil 78 yoshda ekan. Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim bu yil 79 yoshda ekan. Prezident Trump apandim bo'lsa bu yil 74 yoshda ekan. 11 sentabr vaqasida New-York shahrining shahar boshlig'i bo'lgan, hozir prezident Trump apandimning advokatlar guruhining mas'uli bo'lgan Giuliani salomatligi aksiga kelib, ata doktorxonadan chiqdi ekan. Bu odam bu yil 75 yoshda ekan. Demak, 80 yoshga taqab qolgan Amerika rahbarlari 30 yoshga kirgan odamlardek xizmat qilayotgan gap. Undan boshqa prezident Trump apandim Amerika 5 burchak binosi ichidagi davlat mudofaa organini bir qancha qitim tartibga silib, prezident Trump apandim bu qitim 3-qitim tartibga solgan bo'lib, o'tgan haftada prezident Trump apandim 5 burchak binosi ichidan davlat mudofaa ishlari komitetining 9 maslahatchisini vazifasidan ilib etib, o'ziga ishonchlik va iqtidorli odamdan 9ni saplagan. Prezident Trump apandim birinchi qitimda davlat mudofaa ministrining bosh ministri Esper apandini va uning munosabatli 9 generalni vazifasidan ilib etgan. Ikkinchi qitimda bo'lsa, davlat mudofaa siyosiy komitetining 12 odamini vazifasidan ilib etgan. Uning ichida Kissingermi bor edi. Prezident Trump apandim bir oyning ichida 5 burchak binosi davlat mudofaa ministrining ichida cho'ng tozalash ilib borgan. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.